78 qism. Biz tanışmaymiz. Bu tunji uchrashimiz. Shunaqmi? Gulnaz bu notanish chiroyga nisbatan aqlini yo'qotganligidan xijil bo'lgandek beshini tuvan soldi. Shundoq, biz tanışmaymiz. Bo'ldi, ishiga kirayli. Ko'pchilik bizni saqlayotdi. Faxriddin ikkisini boshlab yer osti klubiga qarab mangdi. Qaynoq so'r, jo'shqin muzika, sho'x qizlar bilan klub texmi qizib ketgan bo'lib, hayotlikning azob oqibatlari mush yerda g'amg'usiz tugadigandek. Hammaning chehrida kulgi yig'ib turadi. Faxriddin barat tuzgan so'ronga kelib, qizlar bilan rangarang o'ltirishdi. Gulnaz Irfanning yonida o'ltirgan bo'lib, o'rin tar bo'lg'achqa ikkisining badani tegishib turadi. Sizni siqib qo'ymaydiganman, ha? Ha, do'stlar, nimani xohlasanglar shuni buyurtinglar. Bugun men mehmon qilaman. Faxriddin mardlik bilan do'sti Irfanning mo'risiga yengil shaplaqlab qo'ydi. Qizlar sho'x muzika chiqish bilan o'zlarini tutib ololmay, yigitlarni olmini yulib olgandek tartib sahnaga chiqib ketishdi. So'rinda Faxriddin bilan Irfan va Gulnaz uch qolgan bo'lib, ikki yigit yigona qolgan Gulnazni talashdi qolgandek, bir-birining ko'ziga qarashib jimjit o'ltirishadi. Gulnaz, Irfan bilan bir qo'l usul o'ynab qo'ying. Do'stim yangi keldi. Uningga bir qitim yo'l qo'yay. Irfan do'stining mardligidan so'yinib, asta o'rindan turdi-da, ishkilinib turgan Gulnazni usulga taklif etdi. Men Nazlamay turing, ha. Irfan xijilchan bola, tez turing. Faxriddinning zo'rlashi bilan aslo sahnaga chiqib boqmagan Gulnaz xutidan birisi so'ragandek sahnaga chiqib tengirqab qoldi. O'ynaga, usul o'ynashni bilmamsiz? Irfan uning atrofida pirqirab, qizni jur'atli bo'lishga undayotganda, sahnaga patmay o'ynayotgan qiz yigitlar Gulnazga so'qilib, oxiri maydondan tushiribdi. Gulnaz putlashib yiqilgan bo'lib, xijillikdan ko'zlari liqqida yoshga to'lgan edi. Irfan chaqalliq bilan uni yo'layotganda, Faxriddin kelib uningga yordamlashdi. Gulnaz, sizga bir ish bo'lmagandi? Kechiring. Sizni zo'rlamasam bo'pti ekan. Faxriddin Gulnazni xushal qilaman deb o'sal qilib qo'yganidan biyaram bo'lib, ko'ngli bir qismi bo'lib qoldi. men qaytib ketaman. Gulnaz somkasini ilib mangmoqchi bo'lib edi, Faxriddin bilan Irfan tangli uningga tikildi. Sizni men olib qo'yay. Tangli chiqqan gapdan ikki yigitlar emas, biyaram turgan Gulnazmo hayron bo'lib Irfanga tikildi. Men Gulnazni qapib qo'ydim. Shunga Bo'ldi, tushuntirmasam bo'ladi. Men o'zim ketay. men olib qo'yay. Bu yerdagilarni men tunib ketmayman. Sen kelsang, ularmi hammamni qijilib qolaman. Gulnazni yanıla men olib qo'yay. Mayli amsa, biroq qizni xafa qilma. Xotirjam bo'l. Bugun sizni xushal qilaman deb xafa qilib qo'ydim. Yo'qay, asli men kechirim so'rasam bo'ladi. Do'stlaringiz oldida satish qildi. Bo'ldi. Tezroq mangaydi. Ma'qul, xo'shamiz. Ikkaylan mashinaga chiqib, jimjitli shahar ichiga qarab yurib ketdi. Boy meni ko'rib, bekla hayron qoldingiz. Bira tunishingizga o'xshatib qoldingizku deyman. Deriza sirtiga qarab jimjit o'ltirgan Gulnaz nima deyishini bilmay jimib ketdi. Qaraganda ko'ngilsiz o'tmishingizni yodingizga silib, sizni biyaram qilgan o'xshayman. Undaq emas. Sizning ismingiz ham kesibingiz bir tanishimga bekla o'xshaydi ekan. Biroq chiroyinglar o'xshamaydi ekan. Bu 2 yil avvalgi ish. O yigitni yaxshi ko'ramdingiz. Bilmayman. O chog'da kichik edim. Muhabbatning nimaligini aslo bilmaydi. Biroq qalbimga tunji iliqlik bag'ishlagan odam dal shu. Asli bundoq ekanda. Qo'rsingiz ochqanda, agar xohlasangiz birga tomoq yeylik. Dadamning ochig'i bek yomon, kech qolsam xafa bo'ladi. Shuni tezroq qaytib ketay. Irfan ortiq undimidi. Biroq qizga yaqinlashish istigi bara-bara kuchayib, uning bilan yaqin do'st bo'lib qolg'usbada qiladi. Mashina Gulnaz burun turayotgan quru tarafga qayrilganda, qiz uni to'xtatib oldi. Hozir o'yin bu tarafda emas. Biz hozir siz burun o'yinni qanday bilasiz? Men heliqi bu tarafda ozroq ishim botdi. Ya'ni birsiga muhim bir narsani bermoqchidim. Shunga eg'ir ko'msingiz, haqning havolisini berib o'tay. Yigit qattiq quduqib ketganlikdan yuzlari qizirib, peshonasidan sovuq ter o'rlab chiqdi. Gulnazning gumoni eshib, bir eg'iz gapga ishonishni xolmayotgandek, nimalarnidir xiyol qilib jimjit o'ltiradi.
Mashina ikkinchi qayrilma quru oldida to'xtadi. İrfan pastga qo'yib qo'ygan bir qora sulya xaltini qo'liga ilib, Gulnozga tikildi. Menim shart saqlab turing. Men buni egisiga topshirib o'tib chiqay. İrfan mashinadan tushib quruqqa kirdi va qo'lidagi qora sulyani bulung'iroq qo'yib qo'ygan yo'g'on ahil sandiqqa tashlavetdi. Of, mav hamaqat kim ko'mamdigan. Ta'limga bu axlatlarni yig'ib qo'yib ekanman. Yigit yengil birini tinib, yanchiqidan tamakidan birini chiqardi. Gulnoz mashinada İrfanni saqlag'ach, uning gumonliq ish-harakatlarini xiyol qildi. U ayni chog'da tuyuqsiz g'ayib bo'lgan. Dadam urib yaralandirganlik sababidan yuzlari va ko'zlari og'ir yaralangan. Ajiba u. Gulnoz boyi uyning adresini yigitga aniq qilib aytib bergachga, Gulnozning gumoni bora-bora kuchaydi. Nima bundan to'g'ri kelib qilish bo'lsa, u qasddan mendan siraytini yoshirayotgan bo'lishi mumkin. Yoki Gulnozning xiyoli qo'rodan chiqayotgan İrfan tarafga markazlashdi. Uning meng'ishlari, yiroqda turib qarashlari qizga ash unutilgan o'tmishini qayta eslatgandek bo'ldi. ajiba u. Bak saqlatyapman. Bir tal unalg'udi. Do'stim Shanxaydan o'chisini og'ash kelaman deb qo'ygan. Xiyolga cho'kib ketibsiz-ku. Aras, siz burun rastilla keyingi qo'roda turamdingiz. Ha, u dadamning yana igilik tikilgan chog'lari edi. Mashina cho'ng ko'chaga burilganda Gulnoz uzab ketayotgan koni o'tmishlarning keynida qolganligidan bir xil afsusinish ichida o'sinib qo'ydi. Hozirgi uyinglar xeli isilg'u deyman. Dadingizning savdo ishlari qanday ketyotidi? Xeyr yaxshi. Dadam so'd saraya ochdi. Men musun tuzashga qiziqqachqa, ishkil hunari o'g'indib, hozir o'z oldimga do'kon ichib oldi. Bak qaltis ish bo'ldi. Qarmaqala tirishchan qiz kelkingiz chiqib turdi. İrfanning maqtashlari va hozirgi turmushga bo'lgan qizg'in paranglar Gulnozning o'tmishlariga bo'lgan gumoni xiyollarini yiroqlarga uchiribdi. Hayot kechmishlarga to'lgan har bir hikoyaning davomini to'xtovsiz yozg'uchidir. Halbuki hikoya bilan reallik o'rtasida taqdir o'xshamagan ikki xil uslubda qiziqarli rol o'ynaydi. Yaqub mashinasini haydab jimjit bir joyga kelib to'xtadi. Atiyazning muzdek shivirg'anlari uning shar-shar paltoyini har yana uchirib, oldiga tushib olgan shalang chochlari ko'zlarini bearam qilmoqda. Salima, sen ketib bu oilada illiq kulki tugidi. Balalarning ko'nglida men yanali bir eski dada. Men har qancha qilsammi, sening o'rningni bosammoqdekman. Uning ko'zlaridan shurrida yosh quyildi. Hayotlikning eng ojiz tarafi insonning umidsizlangan vaqtidir. Telefon qo'ng'irqining ovozi jimjit yiroqlarga talpinib turgan Yaqubning xiyollarini uzib qo'ydi. Voy, Yaqub efendi, kunmingdan sağan mallar bugun kech keladi ekan. Siz yig'lishdimi? yo'q. Men uyimga yaqin bir yerda. Mallarni isklatga tushiramdiq yoki bevosita so'l saroyining yarasida amburg'imi? Iskilatga tushiringlar. Mallarni tekshirib ko'zdan kechirib o'tib, ata savdo saroyiga yo'tkayli. Men surishti qildim. Hozir mal toneliga birli isklat yaqin ekan. Biroq Nima biroq? bu isklat To'lqin efendining isklati ekan. Shu atrofdagi bir necha isklat quruq bo'lmag'achqa qayerga o'tkashni bilamayli qoldik. Yaqub ig'ir sukutga to'ldi. Uning To'lqinga bo'lgan nafrati o'g'li oldida rayish bo'lishga qistaydi. Bildim. Men To'lqin bilan aloqalashib baqay. Sana sal turib xabarini beraman. Yaqub telefonni uzib etib, telefon xotirasidan To'lqinning nomerini izladi. Bu ablahga yaqin yo'lisam, keyingi ishlarimga ig'ir ta'sir yetkazadi. Biroq o'g'lim uning qo'lida. Zodi qanday qilishim kerak? Avval o'g'limni topay. Ondan To'lqin bilan Guljoyning ko'rdigan kuni bor. Yaqub ekrandagi nomerni bosdi. Hayal chimay telefondan To'lqinning zahardek sovuq kulgisi anglandi. Ohoy, Yaqub efendi bu. Kun qayoqdan chiqdi? To'lqin efendi, men deganingdek qildim. Yig'ilishqimi bormidim? Shundaqla sen bilan hamkorlashay deb o'ylashyapman. Hamkorlashay dedingmi? Sana mallaring mening isklatimga tushidi. Bu ishdan xabarim bor. Biroq shartim shuki, bu to'xtamliq ham uzun muddatlik hamkorlik bo'lishi kerak. Men sendek zahar savdogar bilan to'xtamliq ish qilmayman. Biroq ehtiyojim tushganda seni ziyon tatqizmayman. Qo'rq gapingni qo'y.
Sana meling ham o'g'ling kerak shunaqo. Agar deganimda qilmasang, hammadan quruq qolasan. O'lgur ablah. Men va'damga amal qildim. Senmi er kishi bo'lsang o'g'limni qo'yvat. Bu ablah. Seni hamon bir kuni o'ltirib etaman. Yaqub qaytmoqchi bo'lib turishiga osmondan tushgandekla 5-6 er paydo bo'lib, uni qattiq urib yerga yotqizib etib ketib qoldi. Ay yo'ritib turgan qorong'u dalada yagona bir tan holi tulima qarab, jimjit yotgan bo'lib, yiroqdan bir chiroq nuri u tarafga yiqilib kelayotgan edi. Mashina chirqi jimjit yotgan gavda ustiga tushishi bilan joyida to'xtadi. Ikki qora gavda jimjit yotgan Yaqubni ko'tarib mashinaga chiqadi. Xanqas, uni qanday qilamiz? Doktorxonaga boraylik. Şoför yigit buyruqni kutib turgandek chaqqonlik bilan mashinani qo'zg'ab, bu jimjit makondan tezla ayrildi. Nadira singlisi Gulnozdan ansirab, pat-pat deriza tubiga kelib, quru oldiga qarab qo'yatdi. Bu qiz nimandaq kelmaydigandi? Odamni tiriktiribli yurgan. Quru oldiga chiroyli bir mashina kelib to'xtadi. Nadira ko'ngli to'ygandek mashinaga sinchilab qarvidi. Gulnoz bilan bir yigit birga tushdi. Qarmamdigan bu qizni. Yana yangi loyiq tepibdi-da. Nadira so'roqqa tayyorlangan soqchidek eshikda Gulnozning kirishini saqladi. Hamsi men kirib ketdi. Gulnoz endi 2 qadam mengib edi. İrfan uning beligidan tutib oldi. Nim qilyapsiz? Jiddiylaşmang. Kechda vaqtingiz bormidi? So'rab qoldingizmi? Hech yo'q. Shu sizni tamoq taklif qilay degandim. Gulnoz uni qanday rad qilishni bilmay turganida telefoniga uchur keldi. Nima ish qilyapsiz? Uchurga qarab, kallasiga bir aql kelgan Gulnoz darhol beshini ko'tardi. Ati bir do'stim bilan ko'rishga deyishib qo'ygan. O'sha yerga bormasa bo'lmaydi. Bakla muhim uchrashishmidi. O'g'il do'stingiz o'xshamamdi. Ajab inchikilib so'rab ketdingizmi? Bir maqsadingiz yo'qdi, a? Qarang sizni, nima maqsadim bo'lsin? Shu so'rab baqdim. Vaqtingiz bo'lmasa, boshqa kuni tamoq yesakmi bo'ldi? Do'st bo'lib qolaylik. O'ndidaringizdan qetib olay. Gulnoz bir hazat turib etib, İrfanning o'ziga umid ichida beqib turgan ko'zlariga qarab, uning bilan do'st bo'lishni loyiq ko'rdi. Ular unidorlarni qetishib olgandan keyin İrfan xo'shlashib ketib qoldi. Bu yigitning mijozi bek ochiqkan. Jazmlashtirmanki, u İrfan emas. Qiz beshini chayqab, qo'rov tarafga yo'l oldi. Gulnoz eshik oldiga kelganda, qo'lini eshikka urib edi. Eshik o'zligidan ichilib ketdi. Eshik ochiq turdi-ku. Hech nimadan xabarsiz qiz eshikdan kiribla, ojizning tutilgan chiroyiga qarab, hammani tushundi. Sen sirtda nimalarni qilib yuryapsan? Do'konda taqat do'stim bilan tamoq yeb keldim. Qaysi do'sting bilan? Bay mashinada akilib qo'ygan do'stingmi? U gerimchi sohasidagi bir ustozim. Yangi tanishgan. Ko'proq bir narsa o'rganaydi dedi. Sen uchun dadamning dilini ranjitdim. Aksicha sen menga yolg'on so'zlab sirtlarda o'ynab yuriysan. Opamning dardini endi tushungandek bo'lyapman. Nim degining bu? Sen meni bambash demoqchimi? Yilima hammalarni boshqarishi ostida ozroq erkinligimmi yo'q? Jaqtoydim. Uf, ajib olmaq nimanchi tas? Gulnoz ochiqlanganicha hujrasiga kirib, eshikni jang'ida yopdi. Hayot har kimga bir tepishmoq. Biz yelkamizdagi ig'ir yukni tashlab o'tish badaliga yaqinlarimizga azor berib qo'yamiz. Halbuki qarindoshlik mush ranjishlar asosida texmi mustahkamlanadi. Tang so'zlay deganda Yaqub bo'shiga kelib, o'zining doktorxona karavotida yotganligini ko'rdi. U tang so'zilmagan havo ochiq parda sirtidagi shavqinsiz qorong'ulikqa tikildi. Meni bu yerga kim olib keldi? To'lqin degan iflos. Yaqubning put-qo'llari yenik darajada yaralangan bo'lib, o'rnidan turishi qulaysiz edi. Uning suiqasdini nemishqa balduroq his qilmagandim.